Mehriban ata-analar, köyümcan aka-adilar, umaq ini-singillar, tatlıq ballar, hammanglarning oyinglar muborak bo'lsin. Bugun azroq bir dardlarim bor deb to'kib olib chiqdim oldinglarga. Bu yo'qolib ketding-ku, Xilmurat, denshik chiqmas bo'lib ketding-ku degan gapdan shundan umus qildigan bo'lib ketdim-da. Sababi bor buning tushundim. Endi hozir kelyapsanmi shu yerga nomer bergan kelyapsan bir hadimiz. Aysami sen bilan deydi, ha desam, yo'qolib ketding bu denshik chiqmas bo'lib ketding, qo'yma Qirg'iziston degan kinoda shunda pez dangalning ro'liga chiqqandan chiqmas bo'lib ketding deydi. Voy ada chiqmas, hozir men nomer bergani ketib borman. Javobni ekranda beray deb u hadimizim aldab qo'yib, "Maya kelsam bir kichik olib tutib oldi." "Olimjonmisan aka?" dedi. "Ha, olimjonman." Desam, "Denshik chiqmas bo'lib ketding, olimjonda alomat pez o'ynagandan, endi olimjon bo'lmamsan aka" deydi. "Bo'lma." Dedim, "Ya salgan ketay jamoat, yo'qolib ketmay qanday qilmaysa deb yiqinglar. Uy besib kino ishlayapsanglar. Uymi uyda rejissor liqqida tursa, hamma uyda artist yo'qolib ketmay qanday qilaman deb. Bugun ishimni bir boshqa olayman bugun. Endi o'ylab yiqinglar. Hozirmish kino so'diganlarning ko'pligidan ishingiz ilishadi. Bizning Qur'onning oldida shu bozor ishadi-ku, kino ekib sotadiganlarning bozori pipas suyab qoldi hozir. Qur'onning oldida tursam ishkadan paran qilishyotdi-ku, gapik shunda diqqat qilib qishig'aroq berib, o'zimni ko'rsatmay tonib qolsam, da tursam ikkisi paran qilishyotdi. Adash budak akaga kinoda qancha foyda qildi dedi analar. Dedi, yatdim qopdim ne, keldim ketdim ne, yedim ichdim chiqib yotganda 750 foyda qildi deydi.